Hozir bitta analgin dimidrol qilib qo'yaman, issiq yumshadi bo'lam, u jonim. Analgin dimidrol temperatura tushirishini ko'pchilik biladi, lekin bu hayotingizga xavf solishini-chi? Bugun bu haqida sizlar bilmaydigan, lekin bilishingiz shart bo'lgan sirni ochaman. Ma'lumot qiziq bo'lsa, xayolingizni bir joyga qo'yib, like bosing va diqqat bilan tinglang. Farzandimizda yoki o'zimizda temperatura ko'tarilganda ko'pchilik uyda analgin dimidrol ukolini qilishadi. Lekin bu ayrim insonlarda, ya'ni nevrologik kasalliklarga moyilligi bor yoki bo'lmasa dorini noto'g'ri dozalanishi natijasida kattalarda ham va hattoki jondan aziz farzandlarimizda ham sudurgi holati boshlanib qolib, hattoki koma holatiga tushishi mumkin. Videoning asosiy qismiga o'tishdan oldin bitta savol. Siz uy sharoitida temperatura ko'tarilganda qanday preparatlardan foydalanasiz? Kommentariyada yozib keting. Kimdir bu ukolni uy sharoitida yoki bo'lmasa o'zboshimchalik bilan noto'g'ri dozada qilinadigan bo'lsa, ishoning, bu o'zboshimchalik sizga ancha qimmatga tushadi. Tana harorati ko'tarilganda yoshga mos paracetamol yoki ibuprofen svechalari yoki tabletkalari bu eng optimal xavfsiz usul hisoblanadi. Balki hozir ayni vaqtda biror yaqiningiz yoki ularning farzandi bu ukolni qabul qilish arafasida bo'lishi mumkin. Hoziroq bu videoni ularga yuborib qo'ying.